Biza bildik, ya'ni bolada ichki mayl bor ekan. Ya'ni birinchi bo'lib onasini ko'rar ekanda, sevar ekan, ha? O'zi sevish jarayoni u paydo bo'layotganida boshlanadi. Tushunarli bo'lyapti? Qanday boshlanadi? Bizda mana homiladorlik muhim deyiladi. Ya'ni homiladorlik jarayoni muhim deydi. Farzandimga tarbiya berishim kerak desa, ona qornida berish kerak edi deyiladi. Ya'ni har xil qarashlar bor, lekin bularning hammasini maqsadi onani homiladorlik davrida farzandga imkoniyat darajasida sog'lom muhit yaratib berishdan iborat. Bola onani yuragini tagida katta bo'ladi. U o'sha paytda yuragini pulsidan, onasini nimalarga kulib, nimalardan ranjishidan onaga muhabbat qo'yishni boshlaydi. Mana o'sha jarayonda boshlanadi sevgi. Onani sevadi, chunki paydo bo'lyapti, tushunarli bo'lyapti. Ya'ni bolachalik onani hech kim bilmaydi, hattoki onasi ham. Bolamiz bizni bilganchalik biz bolamizni bilmaymiz. Nima demoqchi ekanligimni tushuntira oldimmi? 1 minutda yuragimiz qancha uradi? Quvongan paytimizda nechta uradi? Xafa bo'lganimizda nechta uradi? Biza o'zimizni quvongandek ko'rsatyapmiz, lekin aslida ichimizdan yig'layotganimizda nafasimiz, tana harakatlarimiz qanaqa bo'ladi? Tanamiz o'zini qanday nazorat qiladi? Bularni hammasini bolamiz biladi, ong-osti darajada. Tushunarli bo'lyapti? Lekin biz bolamizni bu darajada bilamizmi degan savol turadi. Tushunarli bo'lyapti? Nima demoqchiman? Bolani sevgisi mana shu darajada. Ya'ni bolani onaga bo'lgan sevgisi, buni oldida otaga bo'lgan sevgisi tug'ma. Buni yulib otib bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldi? Ona va otani bolaga sevgisi orttirma. Tushunarli bo'ldi? Mana shu joyda, ha? Endi qaranglar. Bolada ichki mayl bor edi. Onaga bo'lgan muhabbat, otaga bo'lgan muhabbat va ularning ko'ziga ana shunday sevgi bilan mahliyo bo'lib qarab o'tiribdi. Ularning ko'zida o'zini ko'rmadi. Ko'rmadi. Ya'ni qarayapti, nanay deb yotibdi, lekin ko'z u gapni aytmayapti. Ko'z bundoq qarab turib, oyligim 1 oyga yetarmikin, palonchiga qarzimga yetarmikin deyapti otaniki. Onaniki bundoq qarab turib, kichkina bog'chasiga nimasini kiyib ketdi, qish kelyapti, etik olish kerak deyapti. Qani chaqaloq o'zini ko'rgani? Onada o'zini ko'rdimi yo otada o'zini ko'rdimi? Yo'q. Ana endi uni o'ta katta mayli borib bitta urildi ota-onani ko'ziga. Tushuntira oldimmi? Ota-onani nigohidagi pardaga o'zlari ham sezmaydigan. U endi katta nafrat bo'lib qaytib kirib ketadi o'zini hissiyotlariga. Tushunarli bo'ldimi? Va bu hissiyot nafrat ekanligini anglamaydi chaqaloq. Ha, tushunarli bo'lyapti? Mana juda kuchli muhabbat bordi. Onani ko'zi, otani ko'zi. Bitta urildi, bitta katta kuch bilan urilgan narsa katta kuch bilan qaytadi, ha? Endi u o'ziga yana aloqa bo'lib qaytdi-da, ichiga nafrat bo'lib joylashdi. Chaqaloqlik davrini o'zida shu hodisa ro'y berib bo'ldi. Siz buni sezmay qoldingiz, chaqalog'ingiz ham buni sezmadi. Odam endi arosatda qolib ketadi, chaqaloq. Iloji sezishimi? Ha, bor. Bor iloji. Tushunarli bo'lyapti. Ha? Keyinchalik o'zgarish mumkin emasmi shu? Keyinchalik o'zgarish uchun o'zi ichidagi tuyg'u, sevgimi, nafratmi farqiga borish kerak-ku. Bilmaydi debsiz-ku. Ha. Bolaligida bola bilmaydi, sezmaydi deyapsiz. U o'zini anglamaydi-yu, hali bola edi baribir. Anglamagan holda ota-ona unga boshqacha ko'z bilan bolam bor-ku deb mehr bersa, u menimcha o'zgarsa kerak, baribir bola уже qanaqadir ota-onaga nisbatan mehrli bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bersa o'zgaradi, ko'zida bersa. So'zida emas, xatti-harakatida emas. Qaranglar, mehr bu uni kamko'zsiz kiyintirish emas. Uni yaxshi ovqatlantirish emas. Jonim bolam, asalim, shakarim deyish emas. Tushunarli bo'lyaptimi?
so'zingiz, xatti-harakatingiz, xulq-atvoringiz hammasi mehrga boy ota-onadir. Ya'ni biz kitoblarni aqliy o'zlashtiramiz. Ota-ona bunday bo'lishi kerak, mana bunday bo'lishi kerak, mana bunday bo'lishi kerak. Lekin ko'zingiz o'zlashtira olmaydi-da uni. Ko'z o'zgarishi kerak. Ko'z o'zgarishi kerak. Bola butun umr ko'z o'zgarishini kutib yashaydi. Endi treninglarni anaqada randomda o'tkazish kerak. Chunki mana turmushda mana qarang, siz raddomgacha yetib bordingiz, siz turmushdan oldinga bordingiz, yana kim qayergacha boradi? Endi maktablarga ham boradi sizlar. Oldin noto'g'ri. Qolsam psixologga borasanmi? Men masalan bormaganman, bormayman, balki bilmayman. Qaysi to'g'ri, qaysi birimiz psixologga borganmiz? To'g'risini aytinglar. Qaysi birimiz? Maktabdagi psixologlar o'rganish kerak, aytishlar bilan, Hozir men oilada boraman. Masalan, sen borganmisan psixologga? Oiladan demayman, hech qachon. Kelinglar. Hozir javob beramiz. Qaranglar. Kelinglar, shuni turmush qurishdan oldin ham o'rganmaylik, raddomda ham o'rganmaylik. Hozir va shu yerda biz o'rganaylik, siz o'rganinglar. Kimni ko'rsanglar o'rgatinglar. Mana yechib. Tushuntira oldimmi? Mana. Hozir va shu yerda shunday slaydga qaraymiz, davom etamiz. Tushunarli bo'lyapti? Endi qaranglar. Shu holatda deydi, mana shu jarayonda 3 xil yo'l bor deydi. Ya'ni psixika o'zi uchun 3 ta yo'lni tanlab oladi deydi. Endi bularni himoya mexanizmlari bilan to'sadi. Tushunarli bo'lyapti? Va o'zi ham anglamaydi unda shunaqa hissiyotlar bo'layotganini. Ota-onaga yo'q, nima bo'lib qoladi bunaqa farzandlar? Gaplashmaydigan bo'lib yo'q. Oralaridagi insonlarga munosabat to'xtab qolishi Mumkin. Mumkin. Hozir yana ham to'liq javob olamiz. Ya'ni gaplashmaydigan ham bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni avtoagressiyaga o'tadi. Agar unaqa bo'lsa, misol uchun farzandingiz uyga keladi. Ba'zida bo'ladi, oilada mana bu ahamiyat bermay qolasiz kelganda o'zingizni kayfiyatingizga qarab. Sraziga juda bugun kayfiyatingiz yo'q, keling bir gaplashaylik, har kungi deyman bilan gaplashmayapsiz. Unaqa nimada u ham nimami to'sa bo'lib turadi. Yashang. U sizni kayfiyatingiz yo'qligini bittada sezdi. Nega? Chunki 9 oylik opiti bor. Tushuntira oldimmi? Lekin siz uni kayfiyati yo'qligini bittada seza olasizmi, yo'qmi degan savol ham bor. Sezadi-ku baribir farzandi qanaqa holatda yuzidan, misol uchun ko'pchilik bilsa kerak, onalar deyman. Chunki o'zi esib qo'yadi-da. Bo'lishi mumkin. Endi kelinglar. Yana bitta savol beraman. Kim hozir ayta oladi, meni ota-onamni ko'zida, men o'zimni ota-onamni ko'zida doim o'zimni ko'rganman deb. Qani bitta qo'l ko'tarib qo'yinglar. Doim o'zimni ko'rganman. Haligacha ko'raman. Men shu yoshga yetdim, haligacha qo'ynimda o'tiraman. Atamni ham onamni. Erkalanamiz. U ham erkalanishi. Haligacha. Juda mehr bilan kutib olishadi. Unda juda ham omadli inson ekansizlar. Tabriklayman shu joyida. Hozir yana ham gapiramiz. Yana boshqalar ham ko'radimi, yo'qmi tushunib oladi. Savolingizga ham javob olasiz. Qarang. Endi qaranglar. 4 yil bo'ldi, psixologiya har xil nimasidan dars o'tadi. Ba'zi bir psixologlar aytadi, ko'zlar aldaydi, ko'zlar aldaydi deydi. Ba'zi bir psixologlar aytadi, yo'q, ko'zlar aldamaydi, ko'zlar haqiqatni gapiradi deydi. Xo'p, siz qaysi fikrdasiz? Biz qaysini gapga ishonaylik? Endi qarang. Bo'ldi. Men sizni tushundim. Ko'z xatti-harakatlariga qarab, tanadagi xatti-harakatlarga qarab, insonni bilib olishingiz mumkin degan nima bor? Tushuncha bor. Ya'ni nimaga? Chunki bu xatti-harakatlar bizning himoya mexanizmimiz. Agar inson shu darajada sevilmagan bo'lsa, ya'ni sevgiga zor bo'lib o'tgan bo'lsa, u ko'zini ham nazorat qilishni o'rganadi. Nevrotik shaxs buzilishida. Tushuntira oldimmi? Pogrannik bilan psixotik buni o'zlashtira olmaydi. Ya'ni ko'zida ham o'zi his qilayotgan hissiyotni sezdirmaslik holatini psixotik bilan pogrannik o'zlashtira olmaydi. Nevrotik shaxs buzilishidagi inson hattoki mana juda kuchli nafratda tamom bo'ldi, lekin bildirmaydi, ko'zida ham bildirmaydi. Tushuntira oldimmi? Tabassum qila oladi. Nevrotik shaxs bo'lsam men, shaxs bo'lsam,
bolam qanday qarasa ham bilmaydi-ku, ko'zida nima ko'rayotganini. Bola, qarang, nevrotik shaxs buzilishi bu, buzilish. Bu buzilish. Ya'ni ko'z bilan ajratish, ha? Lekin men boya nima haqida gapirdim? Bola 9 oy davomida, ha? Rivojlanayotganda onasini hammadan zo'r biladi. 1 minutda nechta puls o'zgarishigacha biladi dedim-a? Va uni mavjud bo'lish naqasi jarayonida otani ham ishtiroki bor. Qayerdan kelayotganida tushuntirib bera olayapmanmi? Ya'ni u ona va otasini sezadi. Mutaxassis sifatida men sizni ko'zingizdan adashishim mumkin nimani his qilayotganingizni. Lekin sizni ko'zingizga qarab, o'g'lingiz va qizingiz nima his qilayotganingizni ayta oladi. Tushuntira oldimmi? Agar unga ma'lum bir to'siqlar qo'yilmagan bo'lsa tarbiyada, hissiyotlari bilan kontakti uzilib qo'yilmagan bo'lsa, uzilib qo'yilishi qanaqa bo'ladi? Masalan, nima his qilayotganini aytish u yoqda tursin, bilmaslik. Qayg'u his qilayotganida men xafa bo'lyapman deb o'ylaydiganlar bor. Tushuntirib bera oldimmi? Quvonch bilan lazzatning farqiga bormaydiganlar bor. Nima demoqchiligim tushuntirib oldimmi? Hislarni nomlay olmaydiganlar bor. Mana shunaqa tarbiyada katta bo'lgan farzand bo'lsa, u ham bilmasligi mumkin. U yagona nimani biladi? Otam menga qarayotganda, meni sevyaptimi yo'qmi? Onam menga qarayotganda sevyaptimi yo'qmi? Shuni biladi. Chunki uni ehtiyoji shunda. Shunda qotib qoldi. Mana shu joyda boshlanadi infantilizm, ya'ni miyani ma'lum bir yosh davrida qotib qolishi. Bolalar kam bo'lsa kerak farzandlar. Sezadigan farzandlar juda kam bo'lsa kerak. Chunki hozir farzandga boya siz aytganingizdek, asalim, shakarim deyish, ovqatiga qarash, kiyimiga qarash, xavotir olish, telefon qilish, kontrol qilish, uni mehrni biladi. Bola bu da yashang. Ko'zda kontaktni yo'qotib bo'ldik. Yashang. Nima uchun onamiz bilan otamizga shunchalik sevgimizni ko'zimiz orqali gapira olmayapmizmi? Nimaga jannatim onam deb gulla bilan narsalar qilib ifodalayapmiz? Chunki ko'zimizda qarash bilan yetkaza olmayapmiz. Buni o'rganmadik onadan. Nimaga Cobalt'ni oldiga davlatim, dadajonim deb yozib kelib sovg'a qilyapmiz? Chunki ko'zimiz bilan dadamizga sevgimizni isbotlay olmayapmiz. Endi mehnat qilib Rossiyaga ketib bo'lsa ham o'sha Cobalt'ni ulgurda olib berish kerak. Tushuntira oldimmi? O'sha ikkalasini birgalikda qaysidir davlatga yuborish kerak. Tushuntira olayapman-a? Nega? Sevgimizni isbotlash uchun. Ko'zda isbotlash ko'nikmasi yo'qotib bo'lindi. Demak, ko'pchilikda shunaqa ekan. Ha? Deyarli 90%. Deyarli. Ikki sevishgan ham bir-biriga qarab ko'zida sevgi ko'ryapti deb o'ylaysizlarmi? Diplomi bormi, yo'qmi? Ota-onasi qanaqa ekan? Tushunarli bo'lyapti? Ha, to'ydan keyin qayerda yasharkan ekanmiz? Mana shularni ko'radi. Tushuntira olayapman-a? Hech kim bir-birini ko'rmayapti. Bir-biriga bunday ko'ziga qarayotganda hech kim bir-birini ko'rmayapti. Bir-birini ko'rmaslikni qayerdan o'rgandi? Ota-onadan. Tushunarli bo'ldi va oqibatda mana shular paydo bo'ladi. Endi qaranglar, inson unga talpinayotganida, endi qaranglar, onaga talpinyapti bola. Endi uni talpingan sevgisi nimaga aylandi? Nafratga aylandi. Birinchi yo'l nafratni bosish uchun o'zimizni o'sha insonga qurbon qilamiz ana endi. Nega? Nafratni tan olgandan ko'ra bildik, bizni bor-borimizcha hech kim sevmadi. Ana yalang'och holatimizda ingillab yotibmiz. Na onada, na otani ko'zida sevgi bor. Ana o'sha daqiqadan boshlab tushuntirib bera olaman. Raddomda shunday olib qo'lingizga, bag'ringizga bosishgan holatdan boshlab endi unda nima paydo bo'ldi? Qurbon pozitsiyasini ongsiz egallaydi. Agar qiynalib tuqqan bo'lsanglar, bolanglarni qilib bag'ringizga olasizlar. Tushuntirib bera olaman. Raddomda ishlaydiganlar yoki ishlagan tanishlari bo'ladigan bo'lsa, masalan, bilishinglar mumkin. Jonim og'ridi deyishi mumkin, masalanda. Mana shu holatdan boshlanadi. Ya'ni bola qurbon pozitsiyasini tayinlashga o'tdi. Yoki yana bitta yo'l. Unga qaram pozitsiyani tanlaydi. Ya'ni nafratni chiqarish uchun, ya'ni ichidagi nafratni endi bu chiqarmoqchi. U nima qildi? Bostirgan edi. Bu chiqarmoqchi. Lekin qanday yo'sinda chiqaradi? Bu hayotda tirik qolish kerak-ku chaqaloq.
yoki o'sha bola, o'sha go'dak. E'tibori o'ziga jalb Bu ham, ya'ni yana ham undan ustunlikka intiladi. Qanday? Qaram pozitsiyasini ongsiz egallaydi va sadist bo'ladi. Qanaqa desam? Men bo'lmasam sen yasholmasding degan pozitsiya bo'ladi-yu, mana shunaqa. Yig'laydi, janjal qiladi, qayerdandir nimandir so'ramasdan ko'tarib keladi. Tushuntirib bera olaman-a? Mana bolalarda bo'ladi. Nega olding deysiz. Masalan, agar tarbiyada nuqsoningiz bo'ladigan bo'lsa, sirazi buni o'g'irlik deb baholaysiz. Hammasini ko'chada bolani urib keladi. Bittasini burnini sindirib keladi. Mana maktab davriga o'tadi. Bog'chada ham faqat muammoni sizni bolangiz qilgan. Eng kichkina formasi katta yoshda ham tagini qo'llab qo'yaveradi. Bu ko'rsatish kerak. Og'ir forma bo'ladigan bo'lsa, organik holat bo'ladigan bo'lsa, psixik holat bo'ladigan bo'lsa, siz buni davolaysiz. Katta yoshda aytganda mana 4-5 yoshda siz o'rgatdingiz. Mana borishi, ehtiyojini boshqani 4-5 yosh haqida gapirdim. Narsalardan so'ramasdan olib ketishni ham davolash mumkin. Davolash mumkin. Mana sizni gapingizda ham jon bor, ya'ni qaysi ma'noda buni organik sababi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tanada organik sababi bo'ladigan bo'lsa, kerak boshqa mutaxassisning yordami. Tanada organik sabab bo'lmasa, tekshiruvlar natijasida tushunarli bo'lyapti. Psixolog bilan hal bo'ladi bu jarayon. Ona qo'shib otani. O'zimda tanishim bor, qizi hozir adashmasam 2012-yilga tug'ilgan qizda eri xotin shunaqa ko'p janjallashardi, что farzandini yonida onasini ko'p urganligi uchun qizi mana haligacha katta yosh bo'lsa ham qo'llab qo'yadi. turmushga chiqib, keyin ertasi kun kuyov bilib qolib, haydab olgan. Mana shunaqalar ham bor. Qiz borib o'zini osgan. Ota-ona qaramagan. Tajribamda shunaqasi bo'lgan, xuddi shunaqasi bo'lgan. O'g'il bola kuchli hayajonda o'zini nazorat qila olmaydigan bo'lgan. Tushuntirib bera oldimmi? Qiz ajrashib kelib qo'ygan. Aynata oldimmi? Mana chaqaloq tug'ilganda onani qorniga qo'yadi-ku. O'sha holatni bo'lmaganlar mehrsiz bo'ladimi? Endi u holatni to'ldirib ketish mumkin, ko'z kontakt bilan to'ldirib ketish mumkin. Ya'ni ona har xil holatda bo'ladi, keserva bo'lgan bo'lishi mumkin, masalanda. Bizda bunaqa narsa bor-da, raddomda sipochka degan narsa bor-da, sipochka, ya'ni ona bilan bolani bir-biriga ulash. Masalan, bola tug'ilgandan keyin agar bolada o'zi tug'ruq bo'ladigan bo'lsa, uni sirazi bag'riga berish. Agar u keserva bo'ladigan bo'lsa, bizda yo'q bu narsa, lekin chet davlatda bor. Eri turgan bo'lsa, eriga bag'riga qo'yiladi. Ha, bizda yo'q lekin bu narsa. Bizda sirazi alohida olib qo'yishadi. Ha. Lekin bu narsani bizda ham katta qilishyapti, bir ikkita joyda faqatgina psixologiyada bor. Uni ham bo'lsa, bitta xona ajratiladi. Ichasini joylarda ko'proq. 16 yil ishladimda. Masalan, bu narsani juda ham ko'p qoladi. Ya'ni mana psixologiya ko'p narsaga bog'liq-ku. Mana bola yig'lab tug'ilgani, tug'ilmagani, bal shkolasi bilan aniqlanadi-da. Bola albatta yig'lab tug'ilishi kerak. Bu ham psixologiyani o'rganadigan bo'lsangiz, bu o'zi tashqi dunyoga o'rganishi va o'sha narsadan hammani jalb qilishi sog'lomligini aniqlab berish. Masalan, sirazi tug'ilgandan keyin yig'lab tug'ilish va yig'lamasdan tug'ilish. Har xil holatda tug'iladi. Biz o'shanda sirazi oksidation qilamiz-da, mana dozasi masalan 4 mg sirazi biz oksidation o'zi plyas xursandchilik gormoni. Biz shu paytda matkaga biz 9 oy bolani ko'tarib bergani uchun sirazi biz oksidation beramiz. Nimaga? Bunga rahmat aytish uchun. Biz masalan 3ta qizdan keyin 4-chi qiz tug'iladigan bo'lsa, biz har doim sirazi aytmasdik. Qachonki biz yo'ldosh olgandan keyin, oksidation qilib bo'lgandan keyin, matkani o'zini holatiga keltirib bo'lgandan keyin biz unga aytardik. Agar biz unga sirazi aytadigan bo'lsak, bu holat yomonlashgandan keyin nima qiladi? Sirazi qon ketish bo'ladi. Qon ketgandan keyin matka
norizo bo'lding, man seni taniyda turmayman va sendan chiqib ketishni xohlayman degan narsa bilan qarang, meditsinaga qay darajada psixologiya bog'liq. Zo'r anaqa qilib berdilar, birlashtirib berdilar. Tajribamda shunaqa holat bo'lgan. 4 ta qizdan keyin egizak qizli bo'lganida, egizak qiz bo'ldi deganda xuddi shu holat bilan vafot etgan ayol haqida tajribam bo'lgan. Tushuntirib bera oldimmi? Rostdan ham mana shunaqa holat, ruhiy holat ayolda kuzatiladi. Rostman mana shunaqa holat kuzatiladi. Ya'ni hamma anaqa inobatga olishi kerak bo'lgan, ya'ni siz aytayotganda domlada amalga oshirish kerak ekanda deyotgan holatingizni inobatga olinmagan holatlari bo'ladigan bo'lsa, ayol bir ahvolda yotadi-yu, mana atrofidagi hamshiralar, ginekologlar, yordamchilar mana shu insonlarni bilgani ham ancha tug'ruqni sog'lom amalga oshirilishiga bog'liq bo'ladi. Chunki perinatal psixologiya degan ana yo'nalish ham bo'ladi. Mana shu yo'nalishda yana ham kengroq ochib beriladi bu jarayonlar. Ya'ni inson sizlarga psixologni huzuriga kelgan paytda uni homiladorlik davri ham, tug'ruq jarayoni ham ota-onasidan so'rab, tushunarli bo'lyapti, inobatga olib ishlanadi. Mana shunaqa bo'ladi. Chunki yana bitta sabab bor. Keserva bilan tug'ilgan farzandlarda tug'ma mana iroda funksiyasida mas'uliyat olishda anaqa oqsash bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti, kamroq bo'ladi. Tabiiy tug'ruqda oson bo'ladi irodani, mas'uliyatni shakllantirish. Mana shu davrlarga ham ahamiyat beradi psixologiya. Harakat qildi. U kurashdi. Shundoq chiqib keldi. Bundoq qarasa yorug' chiqib kelyapti. Mana shu narsa. O'sha siz aytganda yig'lab tug'ilish, ya'ni yig'lashga tayyor bo'lish, bo'lmaslik, tug'ilishga tayyor bo'lish, bo'lmaslik. Mana shoshilib tug'iladiganlar bo'ladi 7 oylikda yoki vaqti o'tib ketib tug'iladiganlar bo'ladi. Nega shunaqa tug'ilyapti? Nega bola shuni tanlayapti? Mana shu davrlar ham inobatga olinadi. Hozir biz bundan boshqa anaqa yo'nalishlarga ham kirib ketmaylikda, yana bitta qaytib olamiz. Lekin auditoriyaga o'ylayman, juda ham kerakli anaqa bo'ldi. Ma'lumot bo'ldi. Endi qaranglar. Qaram pozitsiyani tanlaganda inson unga qaram bo'lib qoladi. Ya'ni qaranglar. Shunaqa zo'ravon erkaklar bo'lishi mumkin. Uradi, boshqa qiladi, o'zi xohlaganda emas u ayol. Mana, agar xohlagandek bo'lganida urushga ehtiyoj tuymasdi-yu, to'g'rimi? Xohlaganda emas, lekin keta olmaydi o'sha munosabatdan. Tushuntira oldimmi? Yaxshi ko'rishib yuradi, ya'ni oila bo'lmagan bo'lsa, lekin ursa ham, so'ksa ham, asabiylashsa ham kechmaydi o'sha juftidan, o'sha qizdan. Tushunarli bo'lyapti? Yoki o'sha ayolidan. Nega? Komfort zonadan chiqmaydi, to'g'ri, lekin o'zi o'sha norozi bo'layotgan munosabatidagi insonga qaram. Tushuntira olayman, ya'ni qaram tip. Bu qurbon bo'lsa, bu qaram. Mana oldida bitta qurbon tayoq yeb yuribdi, so'kish eshitib yuribdi, yashab yuribdi. Bu yoqda qaram tip shu ishlarni qilib qaramligida davom ettiryapti. Tushunarli bo'lyapti? Endi qaranglar, 3-tip bo'ladi. Undan nafrat, ya'ni nima degani? Intildi, ichidagi nafratni bostirdida qurbon bo'lishni tanladi. Ichidagi nafratni boshqacha yo'llar bilan chiqarishni tanladi, zo'ravon bo'lishni tanladi. Zo'ravon shaxs bu faqatgina so'kadigan, uradigan shaxs emas. Ularni ham nevrotik shaxsiyat buzilishi darajasidagilari bor. Ya'ni manipulyatsiya qilib, sizga yoqadigan gaplarni aytib, sizni o'zi xohlayotgan hayotda yashattiradigan shaxs ham mana shu qaram tipdagi shaxs bo'ladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Ayniqsa bunaqa insonlar rahbarlik lavozimlariga intiladi. Rahbar bo'lib oladida, ishlatib, qiynab, subotniklar qildirib, tushunarli bo'lyapti? Bitish kerak bo'lgan ishlarni bitirtirmay, mana shunaqa qilib qiynaydi. Nega? Chunki insonga qaramligi bor. Insonsiz yashash oson emas. U qaramligini o'sha talpinayotgan insonlarini ezib, mazza qilib chiqarib oladi. Tushuntira oldimmi? Ezayotganda ham yaqinlashadi-yu. Masalan, xodimini ezayotganda ham yaqinlashadi-yu, suhbatlashadi. Chunki nega ezadi? O'sha inson qayta eshigini taqillatib kelishi uchun nega ishini tez bitirib bermaydi? Qayta kelsin oldimga. Inson taftiga o'zini ehtiyoji bor. Buni tan olishni o'rniga nafratini qanday qilib yengadi?
ishini hal qilmasdan oldiga qayta keltirib o'zini ehtiyojini qondiradi. Tushunarli bo'lyapti? Ishinglar hech bitmaydigan joyinglar bo'lsa, tushunib olinglar, u inson qaram. Sizlarning munosabatingizga sizni qayta takror eshigini qoqib iltimos qilishingizga qaram. Buni shunchaki senga ehtiyojim bor deya olmaydi-da, sizlarni ezib chiqarib oladi. Tushunarli bo'lyapti? Endi qaranglar. Uchinchisi bo'ladi, undan nafrat. Bular xomiy insonlar. Ya'ni ana endi bu nafratini yashirish uchun o'sha insonga aksini ko'rsatadi. Mehribon ko'rsatadi. Chunki kimdan o'rgandi? Ota-onadan. Ko'zida sevgi yo'q. Ananday bo'lam, unday deyishdi, juda zo'r o'rgandi bu. Tushunarli bo'lyapti? Mehr saxovat ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni xomiy pozitsiyasini ongsiz egallaydi. Mana fondlar ochadiganlar, pul yig'ib kimgadir yordam beradigan insonlar bo'ladi-yu, tushuninglar, uni ichida nafrati bor. O'sha nafratini qarshisini ko'rsatyapti. Tushuntira oldimmi? Nega qaysidir bechora insonni, mana qutqaruvchi, bechora insonni ahvolini faqatgina u tushunyapti. Mana sizlarga savol. Nega u tushunyapti? Holat bo'lganda o'shanaqa holat o'tgan boshdan. Ha, holati o'tgan boshdan unga hech kim yordam bermagan. Ha, bu o'sha uchun yordam beradi. Nima uchun? Nafratni bosish uchun. Aslida yordam berishga tupurib qo'ygan. Tushunarli bo'lyapti mana shu joyda. Ya'ni ha, ular bunga kirmaydi. Mana bu bizga gaplashayotgan tipga kirmaydi. Ya'ni insonning ichidagi nafrat, og'riq, g'azab uni qay yo'nalishga burishiga qarab 3 xil psixologik mexanizm paydo bo'ladi insonda. Ya'ni himoya mexanizmlari, shu hayotda yashab qolish uchun himoya mexanizmlar. Birinchisi, ya'ni unga nafrat qila olmadi, nafrati o'ziga qaratildi va qurbon bo'lib qoldi. Mazoxizm. Tushunarli bo'lyapti? Endi men hammaga udobni bo'laman. Mana shunaqa insonlar ko'payib ketganligi uchun jamiyatda botoks bo'lsa chiroyli ko'rinar ekan deb labini botoks qilib keladiganlar, tushunarli bo'lyapti? Yoki bo'lmasam burnimni operatsiya, mana qaranglar. Men qiyshiqlikni to'g'irlash bilan, ya'ni o'zini normal burun bor yoki normal qaysidir organ bor va o'sha organga kelishni yo'llari bor, ha? Ya'ni yaxshi e'tibor berilmagan yoki qanaqadir beshikda noto'g'ri yotgan bo'lishi mumkin, nimadirlar orqali sodir bo'lib qolgan og'ishni to'g'irlash bu boshqa narsa. Lekin kimgadir yoqaman deb, chiroyli bo'laman deb, yana ham chiroyli ko'rinaman deb, tushuntira oldimmi? Ya'ni ichidagi nevrotik buzilishiga mos kelgunicha ichidagi ideal meni bor, real men bor, ideal men bor. Ideal meniga moslashaman deb turib, yuzida polni butun tanasida operatsiya qildiradiganlar bor. Mana shu narsalarga yuguradi kim? Mazoxist shaxs o'zi aslida. Chunki u qurbon. Odamlar meni sevishiga men qurbonman. Jinsni almashtiradigan Elementi bor. Tushuntira oldimmi? Ya'ni sevilishga bo'lgan ehtiyoj bor. Endi qaranglar. Keyingisi undan nari, undan qochib, ya'ni uni yengishga urinamiz. Ana endi ichimizdagi nafratni yengish uchun aksini ko'rsatamiz degan, ya'ni homiy bo'lib yashaymiz. Hammaga yaxshilik qilib yashaymiz. Hech kim sezmayotgan e'tiborga yoki nima desam, g'amxo'rlikka ehtiyojmand insonni biz sezamiz ko'z orqali. Deymiz, mana shu insonga yordam kerak deymiz, ha? Va biz borib yordam beramiz. Aslida nafrat tuyamiz. Tushuntira oldimmi? Lekin biz uni mehrga aylantiraveramiz. Keyingisi unga qarshi, ya'ni sadistika yashash. Endi qanaqa? Endi nafratimizni to'g'ridan to'g'ri chiqaradigan bo'lsak, psixotik yoki pogrannik inson bo'ladigan bo'lsa, nagli so'kib yoradi. Hattoki onadan. Nega onadan so'kadi? Aslida o'zini onasini so'kayotgan bo'ladi. Kimga qarab onadan so'ksa, o'sha chaqaloqligidagi bolacha shundoq borib onasini so'kib keladigan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Onasini tap etib so'kib yuboradi. Yoki bo'lmasam urib yuboradi. Onasini ura olmagan. Mana shunaqa tahlil qiladi avtoanaliz. Nafrat bor. Ona va otaga bo'lgan nafratni hammaga ko'chirib yashaydi.
agar u pogrannikdan yuqoriroq nevrotik darajadagi shaxsiyat buzilishidagi shaxs bo'ladigan bo'lsa, bu nafratini ochiq oydin qilmaydi. Mansabga maksimum harakat qiladi. Tushuntirib bera olayman. Yetib kelishi bilan qo'l ostidagilarni ezishni boshlaydi. Ya'ni u so'kib o'tirmaydi, u urib o'tirmaydi, chunki unda nevrotik shaxsiyat buzilishi, u aylanma yo'llar orqali odamlarni ezib mazza qiladi. Tushunarli bo'lyapti?